Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Samimiy Ravshan aloqada. Sizlarga bir ikkita ma'lumot aytib o'tishimiz kerak. Chap yelka singan, temir qo'yilgan. Chapi yo'q, вообще yo'q. O'ng oyoq singan, yaxshi bo'lgan. Ko'z 80% zreniya yetkazib berib, qaytib hozir yaxshi bo'lgan 50% cha bor. Yorug'lik yomon hozir. Yana o'ng bo'yinda kateter bor. O'ng qo'l fristola uchun operatsiya qilindi. 5 ta chok tushgan. Yana nima? Yana mayda chidalar bor hali, hammasi bor. Va bularni hammasini yengib yaxshi bo'lib ketishimga eng katta sabab bu oilam. Ayolim, onam, dadam, farzandlarim. Shular sabab kuch topib, men hozir oyoqqa turdim, aniqroq aytganda. Oila bu eng kuchli motivatsiya ekan. Eng kuchli ekan. Oilangiz uchun harakat qilganini ko'rib, farzandlaringizni ko'rib, baribir yashagingiz kelar ekan.